Men bu setkani, bu do'ppichani, julyotkani, ya'ni mana bunaqa hozir trend bo'lgan julyotkani yasash o'rgatmoqchiman sizlarga. O'sha uchun buni yasadim. Buni hech qanaqa zakazga yasamayman. Birinchi marta yasab ko'rishim o'zimni ham sizlarga darslik qilib o'rgatyapman. O'zim ham o'rganyapman, sizlarga ham o'rgatyapman mana. Qaranglar qanaqa asal chiqargan. Bu hozir unaqa zo'r ko'rmayapti. O'rtasiga ham bunaqa joyiga tosh chopishtirsa ham bo'lar ekan. Mana shuni yasab olib, keyin yopishtirmoqchiman. Buni qanaqa qilib qo'yilishlarini ham o'rgataman. Masalan, meniki sal anaqadan boshqacharoq. Internetda tarqalganlardan ko'ra sal boshqacharoq. Buni yasash uchun buni oldin chizib olganman, ko'ryapsizlar, ko'rinadi. Chizib olgan oldin qog'ozga, keyin qog'ozni buni tagiga qo'yib turib, bunga 2 qavat fatinga qilib ishlayapman. Buni ham darsligini, to'liq darsligini qo'yaman. Mana buni qanaqa tikilishini, lekin faqat chizgan jarayonim yo'q, lekin qog'ozga chizganimni ko'rsataman. Bularni tikilish jarayonini o'rgataman. Bularni videoga ola olmadim, lekin men bularni уже boshlanishdan o'rgataman. Bular bilan bir xil hammasi.